Assalomu alaykum. Laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi oksidlarning kislota va ishqorlarga ta'sirini o'rganish. Ishdan maqsad oksidlarning asoslilik va amfoterlik xususiyatlarini reaksiyalarda o'rganib chiqamiz. Bizga kerakli bo'ladigan jihozlar, proverkalar, pipetkalar, qoshiqchalarimiz kerak bo'ladi. Kerak bo'ladigan reaktivlarimizdan mis 2 oksidi, rux oksid, kalsiy oksid va alyuminiy oksid kerak bo'ladi. Birinchi tajribamizni boshlashdan oldin kalsiy oksid moddalarimiz bilan tanishib olamiz. Kalsiy oksid bu asosli oksidlar safiga kiruvchi oksidlarimizdan biri bo'lib, kislotalar bilan reaksiya kirishganda tuzlar eritmasini hosil qiladi. Kalsiy oksid asoslar bilan o'zi reaksiya kirisha olmaydi. Tajribamizni boshlaymiz. Kalsiy oksidimizni qoshiqchamizda quruq probirkamizga solamiz. Kalsiy oksidimiz oq kukunsimon modda hisoblanadi. Qattiq kukunsimon moddamizdir. Xlorid kislotamizdan foydalandim. 0,1 normalli xlorid kislotamiz. Pipetkamizda asta-asta tomizib, uch 4 ml xlorid kislotida quyamiz. Shuni aytib o'tish kerakki, laboratoriya mashg'ulotini bajarishda albatta kislotalar bilan ishlanganda o'qituvchi yordamida bajarish kerak. Hech qachon buni uyda bajarishga tavsiya etilmaydi. Probirkamizda mana ko'rdik hozir kalsiy oksidimizga xlorid kislota tomizilganda kalsiy xlorid eritmasini hosil qilyapti. Eritma rangi sarg'ishroq rangni namoyon qildi. Keyingi oksidimiz bu mis 2 oksidi. Mis 2 oksid haqida gapirsak, bu oksidimiz ham asosli oksidlar safiga kirib, kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi, lekin asoslar bilan reaksiyaga kirishmaydi. Chunki o'zi asos xossasini namoyon qiluvchi oksid hisoblanadi. Mis 2 oksidimiz qora rangli kukunsimon modda bo'lib, buni ham probirkamizga solamiz. Moddalarni ishlatib bo'lganimizdan keyin albatta ularni germetik berkitib qo'yish kerak. Kislota eritmamiz, xlorid kislota eritmamizdan mis 2 oksidga ta'sir etamiz. Reaksiyani kuzatishda davom etamiz. E'tibor berib turgan bo'lsangiz, reaksiyamizda mis 2 oksidimiz xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishib, mis 2 xlorid tuzini hosil qiladi eritmasini. Bu tuzimiz eritmasi yashil tuslik bo'ladi. Shuni inobatga olish kerakki, misol uchun sifat reaksiyalarimizda mis 2 gidroksidni olish uchun
mis 2 xlorid tuzlariga natriy gidroksid eritmasini ta'sir ettirib olinadi. Bu misol uchun aldegidlar mavzusida kumush ko'zgu reaksiyasini beradi. Hozir mis 2 xlorid eritmamizga ishqor eritmasi oldindan tayyorlab qo'yilgan eritmamizdan tomizamiz. Natriy gidroksid eritmasi. Eritmani kuzatamiz. Ishqor eritmamizni mis 2 xlorid tuziga ta'sir ettirilganda mis 2 gidroksid havo rangli ko'k cho'kmasi hosil bo'ladi. Probirkamizga mana ahamiyat bersangiz, ishqor bilan mis 2 xlorid reaksiyaga kirishib, mis 2 yangi tayyorlangan mis 2 gidroksid cho'kmasi hosil bo'ladi. Bu aldegidlar uchun kumush ko'zgu reaksiyasini beradi. Xo'p, keyingi oksidimiz bu rux oksid. Rux oksid bu ham asos ham kislota xossasini namoyon qiluvchi amfoter oksidlar safiga kiradi. Bu kislotalarni ko'rganda asos xususiyatni namoyon etadi. Ishqorlar bilan reaksiyaga kirishganda kislota o'rnini bosuvchi xususiyatni namoyon etadi. Rux oksidimiz oq kukunsimon oksidlar safiga kiradi. Buni ham 2 probirkaga solamiz. Va xlorid kislota eritmamizdan tomizamiz. Birinchi probirkaga xlorid kislotadan tomizamiz. Bunda rux oksid xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishib, rux xlorid tuzini hosil qiladi. Eritmamizda rux 2 oksid xlorid kislota bilan probirkalarimizni chayqatib turib, kislota bilan reaksiyaga kirishganda tiniq rux xlorid eritmasini hosil qildi. Reaksiyamiz egzotermik reaksiya, ya'ni issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyadir. Keyingi ikkinchi probirkamizga esa ishqor eritmamizdan tomizamiz. Rux oksid ishqor eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda sinkat tuzlarini hosil qiladi. Mana natriy sinkat tuzini hosil qildi. Keyingi oksidimiz bu alyuminiy oksid bo'lib, xuddi rux oksidga o'xshagan xususiyatni namoyon etadi. Alyuminiy oksid ham asos ham amfoter xususiyatni namoyon etib, u ham kislota va ishqorlar bilan reaksiyaga kirishadi. Alyuminiy oksid ham oq tiniq oq kristallar bo'lib, uni ham toza probirkamizga solamiz. Bunga ham xlorid kislota eritmamizdan
tomizamiz. Eritmani xlorid kislota bilan alyuminiy oksidni chayqatamiz. Bunda alyuminiy xlorid eritmasi hosil bo'ladi. Eritmamizning rangi ko'rib turganingizdek oq tuslidir. Keyingi ishqor eritmamizni ham tomizamiz. Alyuminiy oksid natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishganda natriy tetragidroksoalyuminat tuzini hosil qiladi. Ko'rib turganingizdek, barcha oksidlar, ya'ni asosli oksidlar kislotalar bilan, faqatgina kislotalar bilan reaksiyaga kirishib tuz eritmalarini hosil qildi. Amfoter oksidlarimiz esa ham kislota ham ishqorlar bilan reaksiyaga kirishib amfoterlik xususiyatni namoyon qildi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat.